Amerika Avam Palatası məcburlanğan Uyğur əmgəkçilərini aşkarlaş qanununu ma'qulladı. Bu qanun loyihasida Amerikada bozorga silingan tovar şirketlərinin Sharq Turkiston Uyg'urlarga aloqador ta'minlash zanjiri masalasi, yerlik savdo faoliyatlariga oid konkret uchurlar, import qilingan tovar yoki materiallarning majburiy emgak lagerlaridan ekanligi qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan. Bu Amerika Avam Palatasida 2 hafta ichida demokratlar kontrolligidagi Sharq Turkiston Uyg'ur masalasida ma'qullangan ikkinchi qonun loyihasi. Demokratlar vakili Jennifer Wakton Xitoy hukumatining Uyg'urlarga dahshatli ziyonkashlik qilishi, jumladan majburiy emgakni keng ko'lamda ishlatishini bir qism dongli xalqaro markalarning ta'minlash zanjirini o'z ichiga oladi. Amerikaliklar har kun ishlatadigan mahsulotlarning telefondan tortib, kiyim-kechakgacha majburiy emgak bilan ishlab chiqarilgan yoki emasligini bilishi, kishilik huquq tafsilotchiligi bilan til beriktirishga yo'l qo'ymaslik kerak dedi. Erkin Osiyo radiosi xabarida san'at hayoti 30 yil avval majroliq boshlangan va bir necha qatim xizmatidan to'xtatilgan ko'p qirliq san'atkor Abdukim Kelkun Xitoy tarafidan 2017-yili Uyg'ur jamiyatining har soha sarkillari qatorida eng dastlabki tutqun qilingan. Otishdagi bir soqchi xodimning dalilishicha, Abdukim Kelkun 2018-yil aprel oyida rasmiy qo'lga olingan va o'tgan yilning oxirida 18 yillik muddatli qamoq jazosiga hukm qilingan. Mo'ngluq naqshlar bilan texi yaqindili sahnalarda olqishga erishib kelayotgan ko'p qirliq san'atkor Abdukim Kelkun 2017-yildan boshlab sahnadan, 2018-yil aprel oyidan boshlab jamoat so'rovlaridan g'oyib bo'lgan. Abdukim Kelkun 2017-yil aprel oyida Turkiya safaridan qaytib kelishiga bilan pasporti aerodromda tortib olingan. Aradan bir oy o'tganda lagerga akitilib, bir mazgil tutib turilgandan keyin qo'yib etilgan va 2018-yil aprel oyida qayta tutqun qilinib, izdiraksiz g'oyib bo'lgan. Onun xizmat o'rni bo'lgan atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik opera umiki Abdukim Kelkun haqida ma'lumot berishni keskin rad qilgan. Adabiyot san'atchilar birlashmasi Abdukim Kelkunning ahvolidan xabarsizligini aytgan. Vaziyatdan xabardor kishilarning bayon qilishicha, 1965-yilda tug'ilgan Abdukim Kelkun 1981-yili Otush san'at umikiga ishga tushgan. San'at hayotining bu dastlabki yillarida Xitoyning bosh siyosiy tanqid qilingan bir etud ishlagan. Bu etud sahnalashtirilgandan keyin doirlar uni bir mahal xizmatdan to'xtatgan. 1990-yillarda Uyg'ur avtonom rayonlik opera umikiga o'tkazilgan Abdukim Kelkun muallim, satrashxonada va valoq tekkur qatorliq 100 dan ortiq etodni qalamga olgan va uning rol olgan. Yaqinqi yillarda naqsh sohasida mahorat ko'rsatib, haq bir, qarindoshlar va assalomu alaykum qatorliq naqshlar bilan olqish qozongan. To'r arxivlardagi uchurlarda ma'lum bo'lishicha, Abdukim Kelkun tutilishning oldidagi yillarda Xitoy o'lkalaridagi bir qism shaharlarda o'yin qo'yib, shu yerdagi Uyg'ur jamoatining yurt vatan hasratlariga malham bergan va shu qatimliq san'at nomerlarini jamlab, Muhabbat kuyi nomli plastinka chiqargan. To'rbetlardagi inkoslarda bayon qilinishicha, Abdukim Kelkun etodlarda Uyg'ur jamiyatining ijtimoiy masalalarini asosiy tema qilgan. Garchi Abdukim masalasining siyosiy tarafini tilga olmagan va etodlar qo'yilishdan burun Xitoy doiralari tasdiqlagan bo'lsa-mu, bu etodlar jamiyati olqishlangandan keyin Xitoy doiralari muqimsizlik andisi bilan Abdukim Kelkunning mazkur asarlari sababli necha qitimlab so'roq tortgan yoki tanqidlagan. Abdukim Kelkun yozganlarning bir san'at asari ekanligi, siyosat bilan aloqasi yo'qligini tushuntirib jazolanishdan saqlanib qolgan bo'lsa-mu, 2017-yildan keyingi Xitoyning atalmış diniy asabiylik va terrorlikqa qarshi siyosiy to'lqinda hujumning sirtida qolmagan. Erkin Osiyo radiosi muxbirining telefon ziyoratini qabul qilgan Otishdagi bir soqchi xodimi xizmatdoshlaridan anglaganlarga asosan Abdukim Kelkunning 18 yillik kesib o'tilganligini dalillagan. Bu xodim Abdukim Kelkunning sud hukumidan Otishdagi urug' tuqqanlarning xabardor ekanligini bildirib, uning nada tutilganligi, nalarda sotlanganligi va jazo muddatini o'tayotganligi haqida ma'lumot bermagan. Yevropa Ittifoqining alohida boshliqlar yig'ini 1-dekabr va 2-dekabr kuni Brusselda o'tkazilib, Yevropa Ittifoqining bugungi dunyoda qanday qilib texmi muhim o'rinda turib, yaxshi rol o'ynaydiganlik masalasi muzokara qilinadi. Gollandiya Avam Palatasining 2 parlament a'zosi 30-sentabr o'zlarining Xitoy Kompartiyasining kishilik huquqi daxli taruz qilgan amaldorlarning qora tizimlikini to'playotganligini va Yevropa Ittifoqidagi qora tizimlikdagi kishilarning mol-mulklarini to'ng'iltishga va ularning Yevropa Ittifoqiga kirishini cheklashga da'vat qilayotganligini bayon qilgan. Gollandiya parlament majlisining tashqi ishlar mas'uli Stroma va Davr gazeti to'rbetining xabariga qaraganda, Avam Palatasi Xelfert Avam Palatasiga o'zlarining kishilik huquq tafsilotchilik yurgizgan, jazoga tortilish kerak bo'lgan Xitoy amaldorlarining tizimlikini to'playotganligini aytgan. Dokladga qaraganda, agar Gollandiya Xitoy Kompartiyasi tarafidan kishilik huquqni bostirib qo'ygan amaldorlarning qora tizimlikini chiqarsa, Yevropa Ittifoqidagi barliq davlatlar munosabatli qonunlar e'lon qilishdan burun o'z davlatlarining qonunlarini chiqarib, Xitoy Kompartiyasining kishilik huquq jazonoxo'r jallodlarini jazolash kerak ekan.
Gollandiya qara tizimdagi navbatda Ukraina va Qrimda kishilik huquq jinoyat sodir qilgan Rossiya amaldorlarini o'z ichiga olgan. Bu Rossiya amaldorlarining Yevropa ittifoqiga kirishi cheklangan. Ularning Yevropa ittifoqidagi mol-mulklari to'g'rilib etilgan. Yevropa komiteti Yevropa ittifoqining Magnitskiy qonunini tuzib atgan bo'lib, barliq kishilik huquq jinoyatchilarining Yevropaga kirishini cheklaydi ekan. Stromaning aytishicha, Gollandiyaning Yevropa ittifoqining qaror chiqarishini saqlashni xohlamaydiganligini, Amerikani o'lga qilishni xohlaydiganligini bildirgan. O'tgan hafta Amerika, Fransiya, Germaniya, Kanada va Turkiyaning nurg'un siyosiy arboblari, ya'ni donliq olimlar, yozuvchi, artist va parlament a'zolari birlashib, chorshanba kuni Fransiyaning Le Monde va Ozodlik gazetida ikki parcha imzo qo'yilgan obzor maqola e'lon qilib, Fransiya va boshqa davlatlar jamiyati shundaqla hukumatlarini Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarning Xitoy tarafidan uchrayotgan kishilik huquq tafsirchiligiga diqqat qilishga va tadbir qo'llanishga chaqirdi. Yevropa Kengashining raisi Charles Michel Yevropa ittifoqiga a'zo 27 davlatning boshliqlariga maktub avatib, ularni payshanba va juma kunlari Brusselda o'tkaziladigan alohida Yevropa boshliqlar yig'iniga qatnashishga taklif qildi. Egallanishicha, Yevropa ittifoqining Xitoyning siyosiy masalasiga qarata tadbir qo'llanish mazkur yig'inning asosiy temasi ekan. Charles Michel Amerika bilan Xitoy raqobatlashganda Yevropa ittifoqi qanday pozitsiyada bo'ladi degan savolga javob berib, biz Xitoyning siyosiy va iqtisodiy sistemasini asos qilgan qimmat qarashlariga qo'shilmaymiz. Uyg'ur va universal kishilik huquqi hurmat qilishni ilgari surishni to'xtatmaymiz degan. O'xshash temada Germaniya bosh ministri Merkel chorshanba kuni Brusselga berib, Yevropa ittifoqi boshliqlar yig'iniga qatnashishdan burun Germaniya a'zolariga o'zining Hong Kong vaziyatining taraqqiyotiga ko'ngil bildirganligini ko'rsatib, Xitoyning boshqa millatlarga bo'lgan huquqlarining razil va nachar ekanligini, rahimsiz muomala qiladiganligini ayblab, Xitoyga tutgan pozitsiyasini havo klimat o'zgarishi, savdo munosabati, Sharq Turkiston va Hong Kongdagi kishilik huquq masalasidan iborat 3 tarafdan o'tirib qo'ydi. Maqolada mundaq deyilgan: 2016-yildan boshlab Xitoy hokimiyati musulmonlar va turk so'zlashadigan kishilarni yo'qotish siyosatini yo'l qo'ydi. Uningga qarshi turish, nomussiz lagerni taqash va qonunsiz kuch, zo'migarlik, vahshiylikni yengish uchun parlamentda ittifoqlik guruhi qurildi. Bizning erkinlikka, adolatga va kishilik huquq shindiganligimizni so'zlaydigan 2-dunyo urushidan keyin shakllangan bu muqaddas orzu bilan qayta aloqa qiladigan payt ekanligini, kuch ustidagi qonun erkinlik orqali zulmni mag'lub qilish, insonlarning axloqiy vahshiylik ustidan g'alaba qilish qatorliqlar parlament a'zolarining Uyg'urlar bilan ittifoqlashib parlament guruhi qurishning asosiy sababi ekan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga o'xshash xalqaro tashkilotlarning Sharq Turkistonda yuz berayotgan jinoyatlarni tekshirish komiteti qurib, Xitoyga qaratilgan jazoni lagerga kirish tahdidi sifatida ishiltish qatorliq barliq tirishchanliklarni ko'rsatish, navbatda faqat jiddiy holda Sharq Turkistonning mahkam yopilgan eshiklarini buzib tashlash kerakligi, barliq davlatlarning do'zax kabi Xitoydan qochib chiqqan Uyg'urlarga o'z madaniyatini davomlashtirish yoki ularning azob oqibatlarini tushunib, qo'llash uchun alohida yordam va mehmondo'stlik bilan ta'minlash uchun siyosat turg'izishga chaqirib, o'zining Uyg'urlar bilan bir satda turib, Sharq Turkistondagi necha millionlagan jimjit kishilarning ovoziga aylanganligini bildirgan. Imzo qo'yuvchilar oxirida hozir butkul yer sharida keng ko'lamli safarbarlik qiladigan payt keldi. Biz tashabbus qiladigan insonparvarlik prinsiplarini izlab harakat qiladigan payt keldi. Bir millatning mavjudligi uchun kurash qiladigan payt keldi dedi.